Yangi lavozimdan ma'lum bo'lsa aka, bu kresloga o'tirishingiz bizni qancha kutdi sizni? Maqsad kut. O'zi ham sizdan xaloqat so'rab keldim aka. Nima gap? Shu bitta ukaxonim bor edi, shuni ishini hal qilish kerak aka. Bunaqa ishlar qilmasligimni bilasan-ku. Yo, siz hal qilib bermasangiz kim hal qilib beradi buni aka? Sani jiyaningni ishini hal qilsam. Qolgan shuncha qora ko'z nima qiladi? Aka shuni oling deb bitta hal qilib bering aka. Zo'r bo'ladi aka. Bo'pti, ertaga kelarsan. Rahmat aka, boringizga shukr. Sevil, oq ko'ylagim yuvib qo'ygin demadim senga? Yuvib qo'ydim-ku. Mana shu yuvilgan ko'ydingmi? Men bu dog'ini ketkizgin dedim senga. Voy, top-toza-ku, yuvganman-ku. Sen ko'zing bilan urishib qolganmisan? Menimi nima? Dog' bo'lmay nima bu? Sherzod aka, siz yaxshimisiz? Men yaxshiman, sen yaxshimisan? Men buni yuvib qo'ygin dedim, dog'ini qara. A, top-toza-ku, yuvib qo'yganman. Qani bu yerda dog' yo'q-ku? Mana shu dog'ni ko'rmayapsanmi sen? Sizcha ko'p ishlab yoribsiz. Ozgina dam oling. Ukajonim maylimikan bitta latif aytsam, gaplarim bo'lar senga xuddi motivatsiya. Atrofingda keng, to'la bo'rilar, ular qo'lingdagi kupyuraga mo'ralar. Dunyo qarashi keng, juda zo'rlar, byudjetga quriladi hovlilar va so'rilar. O'zbekimma tarixidan bekito'ralar, hamma muammoni qildi hamma joyda o'ralab. Jonkuyar obrazida lavozim so'ralar, lekin mansab oshgan sari ovozi do'rilar. Akam, bu xamirchidan patron. Sekin savor. Joyingiz sog' bo'lsin. Quchoqlashing shart emas, hammaning oldida sharmanda Xudo xolisi ko'rishamiz. Charchamang. Olagancha yeng, zamonaviy banda, hech bo'lmasa insof bilan olmas ekan olganda. Yuksak mavzularda gapirsa manaviy fanda, insoniylik ko'payib qolmas ekan odamda. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha ko'rsinga, achiyana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shepim xursand bo'lsinga, har soyda ishlaydi uyga kirsa bursimga. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha ko'rsinga, achiyana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shepim xursand bo'lsinga, har soyda ishlaydi uyga kirsa bursimga. Labbi akam. Aka, jaho biladi. Hal qilamiz. Xona ochib olamizmi aka? Hal bo'lmaydigan ish o'zi yo'q aka. Bo'ldi aka. Salomat bo'ling. Ukajonim endi mana qissadan qissa, bo'ri go'sht demaydi bo'ri kassadan qissa. Xafa bo'lma millionlarning qissadan gisa, karyerani vatanparvarlik hissidan yasab. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha ko'rsinga, achiyana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shepim xursand bo'lsinga, har soyda ishlaydi uyga kirsa bursimga. Xo'ja ko'rsinga. Hayda. Aka, telefon bo'ldi. Kattalar chaqirishayotgan ekan. Yo'q-e? Bormasak bo'lmaydi. Qayerda ekan? Mo'tida. Hayda. Moti bo'lsa moti. Akalarim qayerda o'tirishibdi? Ichkariga kirsangiz oppoq ko'ynakda o'tirishibdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Sizlar bilan ko'rishish shunaqa orzu edi. Chaqirtirgan ekansizlar. Bu ham bizdanmi deyman? Navichok. Bu bizani ishda qorin sotadi-yu ukam. Qorinni yo'qoting. Bu yegandan keyin zalpalga chiqib turganda. Suyagim yog'on o'zi. O'zi semiz emasmi? Oborar ekansizlar. Odamni xijolat qilib. O'rganasan ukam. Choy ichasizlarmi? Choy quyaymi aka? Xo'jayin, uyga haydaymi? Yo'q, ana joyga hayda. Rahmat aka, boringizga shukr. Qo'lingni tekkizma. Pulingni ol. Pulingni ol, yo'qol. Ertaga. Ol pulingni.